Dadajon, Ha qizim, bir hafta oldin ko'ylak olib bering degandim. Shunga olib bera olasizmi? hozir pulim yo'q. Kundan keyin olib beraman. Xo'p. Nima qilsan pulingim? Bor? Nimaga aytgan narsasini olib bermayapsan, zo'riqtiryapsan farzandlaring. Yo'q, endi haligi Men masalan bolalarimning o'zidan chiqqan narsasini olib beraman. Zo'riqmasin deyman, kam bo'lmasin deyman. xato qilasan. Sabab men o'zim zo'riqib o'sganman. Xohlagan paytim xohlagan narsani ola olmaganman. Farzandlarim bir narsaga zo'riqmasin deyman. Lekin tangani ikkinchi tomoni ham bor-da. Nima ekan? Sabr. Yosh bolaga sabr o'rgatmasdan qo'ysenchi. Agar u shu saboq bilan yashasa, kelajakda baxtli bo'ladi. Hozir og'zidan chiqqan hamma narsani olib bersam, qizimni ham kelajakda turmushga chiqishi bor. Erini esa og'zidan chiqqandan olib beradigan darajada sharoiti bo'lmasligi mumkin. Keyin nima bo'ladi? Urush bo'ladi. Hozir nima ko'p? Ajralish ko'p. Men esa qizimni, bolalarimni sabr qilishga o'rgatyapman. Agar hozirdan yo'qchilikka qanoat qilib yashashni o'rgatsam, ertaga erini tushunadigan soliha ayol bo'lib yetishadi. Ularni birinchi so'raganda ko'zlaridagi hirsini ko'rganingda edi. Nafs alangasi yonib turardi.